Бул жер өзгөчө жер экен. Biz aytamiz go, jam bag'ish farz deb aytishinglar bilan, aytasыңlar deb turadi, jam bag'ish farz deb. Jam bag'ish farz degan narsa mana o'sha yerni to'ltiruv bo'lib hisoblanadi. Qanday to'ltiruv ekan? Zikr bilan to'ltiruv. Mana o'sha qachon odam o'tirib olib, turgan mezginda la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb shunday qaytlab turgan bo'lsa, Allah talam subhanallah mingden aşkan payda jaratib qo'ygan ekan. Bu shunchalik jo'nlamdan turasan, tiling ele qiymildayotib, tiling ele qiymildayotgan mezda ming payda bor ekan. O'shoning birösü jurakka quvonch kelayotgan, qo'rqinch ketib qolayotgan, jurakdan qo'rqinch ketadi. Misol olsa, ko'pincha odamdan qo'rqqanlar bor-ku. Misol biri odamdan qo'rqadi, biri subhanallah hayvondan qo'rqadi, biri qarang'ilikdan qo'rqadi. Biri subhanallah gedeychilikten korkot, biri güçten korkot, biri akıllıdan korkot, biri biyligi vardan korkot, biri mansabı vardan korkot ko. Yok subhanallah. Kaçan sen uşu kelimeni la ilaha illallah'dı güp kayıtlay duruyor olmasa, ben aytam gevde cariye adele. Hiç kim yok da canındaçı. Akırın hiç derse sizde bunda aytqanda çok bunu aytpaytken de. Ne oturup la ilaha illallah, la ilaha illallah deb qo'yib shuni taq to'g'ri aytaverib turgan bo'lsa, ming paydasi bor. Birisi aytganday, yuragingda qo'rqinch chalinib qoladi ekan. Tun bo'lsin, kun bo'lsin subhanallah.